Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli bizni kuzatayotgan barcha ahli islom, mo'min, musulmon bo'lgan birodarlarimiz, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz. Inshaalloh bugun Sha'bonda 29 ekan, balkim Ramazonda birinchi kechasiga kirgandirimiz mumkin. Mumkin kirmagan bo'lsak, ertaga shunaqa mahalda Ramazonda birinchi tuniga kirib borgan bo'lamiz. Shuning uchun sizlarni avvalo mana shu kelib bizni kutib olgan Ramazon bilan tabriklayman. Alloh subhanahu va taolo mana shu Ramazon oyimizni hammalarimiz uchun barakotli bo'lgan, foydali bo'lgan va Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hadislarida aytganday gunohlaridan poklanib chiqadigan bir muborak oy qilsin. Bugun mavzuyimiz sal boshqacharoq, ya'ni buni hamma kuzatayotgan bo'lsa kerak, vallohu alam. 22 kuni kechki soat Toshkent vaqti bilan 22:30 da ba'zi narsalarni va'da qilgan edik. Shu va'da qilgan narsalarimizni mo'min va'dasini ustidan chiqadiganligi uchun iloji boricha, ya'ni Ramazonni ostonasida, bo'sag'asida o'tirgan odamni kayfiyatida aytamiz albatta. Haqqimizga duo qilasizlar, ya'ni qizishib ba'zi bir qattiqroq gaplarda aytib, shunday ulug' oylarga bir yomon bir amallar bilan kirib bormasligimizni Allohdan so'raysizlar. Juda ko'pchilik birodarlarimiz nasihatlar qilishdi, ba'zi bir takliflar aytishdi. Shayxni shunday bir insofli shogirdlari bor ekan, chiqib Alloh uchun mana shunday ishlarni tark qilishlikni so'rashdi. Bu yerdagi mohiyatda tushunilmayotgan narsa Alloh uchun tark qilinadigan ish bo'ladi va Alloh uchun yuzaga olib chiqiladigan ba'zi ishlar bo'ladi. Vallohu alam, balkim ularning gap haqdir, meniki haqdir, uni albatta Alloh subhanahu va taolo o'zi oshkor qiladi. Lekin men mana shu bugungi kundagi shu aytadigan so'zlarimni aytishlikni afzal deb bildim. Agar shu ishlarim to'g'ri bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo shuni mo'minlar uchun barakotli qilsin, foydali qilsin. Agar yanglishayotgan bo'lsam, bu meni shaxsiy yanglishayotgan ishim bo'ladi. Va bir mo'min birodarlarga shu yanglishligidan Alloh taolo panoh berishini so'rab duo qilinglar. Yanglishgan xato ishlarimiz bo'lsa, bizni yanglish xatolarimizni o'nglash uchun, himoya qilish uchun o'zingizlarni cho'qqa urmanglar. Xato bo'lsa xato deylar, Allohdan qo'rqinglar, bir mo'min birodarlarning haqqiga istig'for aytinglar. Shuning uchun bu yerda faqat xolislikka chaqiraman, chunki biz hammamiz bandamiz. Haqman deb qo'ysa haq bo'lmaydi, sallaki bo'lsa haq bo'lmaydi. Yo odamlar bizni shayximiz ekan desa haq bo'lmaydi. Haq Alloh subhanahu va taolo haq degan narsa. Nohaqlik qilsa kim bo'lsa ham gunohkor bo'ladi. Oddiy mo'min ham, shayxi ham, olimi ham, hatto sahobalar xato qilsa qaytarishgan. Sahobalar jinoyat qilib qo'ysa jazolangan. Shuni unutmaylik. Bizda shunday bir ba'zi odamlarda insonlarga bo'lgan muhabbati ilohiylashtiradigan darajada ulug'lashib ketgan ekan, hatto inson edi, mayli xato bo'lsa Alloh uning gunohlarini mag'firat qilsin deydigan narsadan ham uzoq bo'lib ketishibdi. Oxirgi chiqishimda taklif qilgan edim. Shayx shogirdlari bo'lsa, mana shu kitoblardagi tuhmat bo'xtonlarni odamlarga e'lon qilsinda, shu kitobda hamma joydan olib tashlashlikdi va shu kitobga amal qilib musulmonlarni azoblayotgan organ xodimlarini tiyishlikka qarshi chiqib bir chiqishlar qilishsin. Va mana shu narsani shayx majbur bo'lib yozgan, chunki u zamonda juda ko'p odamlar majbur qilinardi degan da'voni qilib chiqsanglar, men mana shu tuhmatlarni ko'zimni yumib o'tib ketamanda Allohdan mag'firat so'rayman. Haqiqatda majburlikda yozgan bo'lsa Alloh kechirsin deyman.
qilmayman deb aytgan edim, lekin meni aytgan narsalarim e'tiborsiz qoldi, ya'ni boshqacha propagandalar bo'ldi, lekin mana shu shayxni obro'sini himoya qilish uchun qilib qo'ygan xiyonatini chiqib e'lon qilib, haqqiga mag'firat so'rashdan shogirdlari ham, yaqinlari ham g'aflatda bo'lishdi. Qaytanga bir odamni yuzini qora qilish uchun tuhmatlar chaplashyapti, so'kinyapti, haqorat qilyapti. Ulug' Ramazon kunlarida juda ham og'ir gunohlarni kasb qilishyapti. Alloh o'zi saqlasin. Xullas, men mavzuyimni boshlashdan avval bir qat'iyroq bir narsaga to'xtalmoqchiman. Kelinglar, xolis bir shu Ramazonni bo'sag'asida bir mo'mincha pozitsiya qilaylik. Har bitta aytayotgan gaplarimizni albatta Alloh subhanahu va taolo hisobini chiqaryapti, yozdirib qo'yapti. Ulug' kiromin katibin bo'lgan zotlar yozib turibdi. Bu narsani birortasi qolmasligini ham bilamiz va o'lim haq va albatta o'lim biz ustimizga yetishligini ham bilamiz. Dunyoda o'lmasdan qolib ketmaymiz. Odamlar o'lyapti, har xil holatda o'lyapti, ko'ryapsizlar. Ibodatida o'lyapti, o'yin o'ynab o'lyapti, jaholatida harom ishini ustida o'lyapti. Shunaqa bizga ham qaysi paytda o'lim kelishini bilmaymiz. Lekin bitta narsani bilamizki, qachon o'lim kelsa ham aytayotgan narsalarimiz, ko'rsatayotgan pozitsiyalarimiz ustida albatta Alloh subhanahu va taoloning huzurida javob beramiz. Shuning uchun birinchi ba'zi bir jihatlarda eslab o'tay deyapman. Ramazonda odamlar bir-biridan kechirim so'rab, ancha-muncha xatolarini bir-biridan kechib, shu kunlarga kirib kelishadi-da. Chunki bu kunlar har bitta mo'minning qalbida shu bir oy shu gunohlarimdan qutulishlikka Alloh imkon bergan mahalda gunohlarimdan qutulib chiqib olay deb sa'y harakat qiladigan, ibodatlarini yana ham xolisroq va bir shunday bir xushu bilan qiladigan oyni bo'sag'asida turibmiz. Shuning uchun eslatib ketadigan avval birinchi kirish qismi bor, suhbatimni shu yerga to'xtaylik. Kirish qismini Alloh subhanahu va taoloning oyatlari bilan boshlashlikni niyat qildim. Alloh subhanahu va taolo Ahzob surasining 58-oyatida shunday marhamat qiladi. Estaizu billah vallazina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan va ithman mubina. Alloh subhanahu va taolo mo'min va mo'minalarga ozor beradiganlar haqida eslatyapti. Qanday ozor beradi desa, bighayri maktasabu. Ya'ni ular qilmagan ishlari bilan ularga ozor beradi. Ya'ni bir odamni qilgan ishi bilan unga ozor berish bitta amal. Lekin u qilmagan ishi bilan sen shuni qilding deb tuhmat qilib birovga ayib yuklash nima Allohning nazdida desa, Alloh subhanahu va taolo mana shu odamni aytayapti, o'zini ustiga shunaqangi bir judayam katta bo'xton va judayam katta bir gunohni, ya'ni ochiq bo'lgan gunohni o'zini bo'yniga nima qildi desa yuklab oldi deyapti. Alloh subhanahu va taolo o'zi hammalarimizni asrasinki, birovga tuhmat qilib turib, ya'ni o'zi qilmagan amalini ustida shu amalni qildi deb turib Allohning azobiga sazovor bo'lib qolishdan Alloh panoh bersin. Shuning uchun chunki bu yerda aytadigan gaplarimiz insonlarning qilgan amallari haqida va boshqalarni ham aytadigan gaplari insonlarning amallari haqida gapirib kitob yozishgan, tuhmat qilishgan. Holbuki u insonlar, ya'ni kitobda tuhmat qilib yozilayotgan insonlar o'sha tuhmatchilar sifatlaganday sifatga ega emas edi, u tuhmatchilar aytgan amallarni qilmas edi. Men bu yerda aytayapmanki, agar ana shu tuhmatlar rostdan bo'lsa, yuqoridagi oyat mana shu odamlar uchun tushgan.
Agar yuqoridagi tuhmatlarni isbotlolmasak, ana shu oyat biz haqimizda tushgan bo'ladi. Juda ham katta bo'xton, juda ham katta gunohni bo'ynimizga olayotgan bo'lamiz. Shuning uchun xolis kuzatinglar. Bu yerda oyatni bizni foydamizga emas, kim tuhmatchi bo'lsa shuni zarariga deyapmiz. Agar biz tuhmatchi bo'lsak, zarari bizga shu oyat. Chunki bu oson ish emas. Alloh subhanahu va taolo aytayotgan gaplari aynan mo'min va mo'minalarni zarariga aytayotganlarda aytdi. Shuning uchun mo'min va mo'minalarga tuhmatni kim qilayotganligi haqida va tuhmatmi tuhmatmasligi haqida inshaalloh bayon qilamiz. Hozir sizlarning e'tiboringlarni ikkita hadisga qarataman. Birinchisi Ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qilib bergan hadis. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Ka'bani yoniga kelib turib, Ka'baga qarab, "Marhaban bika min baytin ma a'zamaki va ma a'zama hurmataki." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ka'baga qarab aytdilarki, "Qandayam bir ulug'san, marhabo bo'lsin senga. Seni hurmating ham qandayam bir ulug'" dedi. Orqasidan aytdilarki, "Vallohi innal mu'mina a'zamu hurmatan indallohi minki." Allohga qasam ichib aytaman, albatta mo'minning hurmati sendan ko'ra ulug'roq Allohning nazdida. Allohning huzurida mo'minning hurmati Ka'baning hurmatidan ulug'roq bo'ladi. Shu yerda bitta narsaga urg'u beraylik. Faqat bitta shayx, olim, domlani hurmati emas, har qanday bitta mo'minning hurmati Ka'baning hurmatidan ulug'roq bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam gaplarini davom etkizib aytibdilar. "Li'annalloha ta'ala harrama minki wahidatan." Alloh subhanahu va taolo chunki deyapti. Alloh subhanahu va taolo Ka'bani hurmatini, ya'ni bitta narsaga qo'ydi. Mo'minnikinichi desa, va harrama minal mu'minina salasan. Mo'minning hurmati bo'lsa 3 ta narsasida: damahu, qonida, malahu, molida, va an yuzonna bihi zonnasavi. Unga yomon gumon qilishda. Mana shu uchala narsada mo'minni qonini to'kish bo'ladimi, uni moliga xiyonat qilish bo'ladimi, uni obro'sida haqida yomon gumon qilish bo'ladimi, Ka'baga hurmatsizlik qilgandan ko'ra yomonroqligini aytdi. Xuddi mana shu hadisda Ibn Umar roziyallohu anhu rivoyat qilgan boshqa bir rivoyati bor. Ibn Umar roziyallohu anhu aytadilarki, Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Ka'bani tavof qildilar. Tavof qilganlaridan keyin ma atiyabaki va atiyaba rihak. Qandayam bir yoqimlisan dedi. Qandayam seni hiding ham bir yoqimli bo'lgan, xushbo'y. Ma azamaki va azama hurmataki. Qandayam bir ulug'san va seni hurmating ham shunday bir ulug' dedi Ka'baga qarab. Vallazi nafsu Muhammadin biyadihi la hurmatul mu'minina a'zamu indallohi hurmatan minki malihi wa damihi wa an nazunna bihi illa khayra. Allohga qasam ichib aytayapti, Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasam ichaman deb. Mo'minning hurmati Allohning huzurida seni hurmatingdan ulug'roq. Mo'minning molini hurmati, qonini hurmati. U haqida faqat yaxshi gumon qilamiz, faqatgina yaxshi. Undan boshqacha gumon qilmaymiz. Gumon qilishlik ham mo'minning hurmatini to'kishlik bo'ladi. Shuning uchun mo'minga nisbatan gumon bilan, yomon gumon bilan qilinmaydi. Aniq dalili bo'lsa mo'min odam haqida gapirishga haqqimiz bor. Va avvalo o'zimga nasihat.
Qolaversa sizlarga va boshqa shuni kuzatayotgan hamma mu'minlar mana shu hadisdan kelib chiqib turib oxirigacha kuzatinglar. Mayli 1 soat, 2 soat, 3 soat vaqtinglar ketsin. Mana shu hadisni hurmati oxirigacha kuzatinglar. Sizlarga hadis aytayotganim hozir chatda yozadigan odamlar yozishni ham boshladi. Mana shu odamlar bir-birini hurmatlarini to'kayotgan bo'lsa, obro'larini to'kayotgan bo'lsa, Allohdan qo'rqinglar, kuzatinglar, baho beringlar, bir-biringlarni haqorat qilinglar deb bunaqa suhbatlar uyushtirmayapmiz. Allohdan qo'rqinglar. Kim tarafi bo'lishlik emas. Xolis Alloh uchun shunaqa qilmasanglar, sizlar ham gunohkor bo'lasizlar. Tuhmat qilayotgan odamlarga ham shundan bitta ulush yetib boradi. Ya'ni sizlarda shu haqoratlaringlarga sabab bo'lganligi uchun. Shuning uchun mu'minning hurmati to'kilmaydi. Yomon gumon qilinmaydi. U haqida faqat haq aytiladi. Haqdan boshqasini aytgan odam tuhmatchi bo'ladi, la'natga qoladi, Allohning huzurida g'azabiga uchraydi. Ikkinchi hadis mana shu haqida. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu rivoyat qilgan sahih hadislari At-Targ'ib va At-Tarhib degan Alboniy 2845-raqam bilan nomlagan xulosasini sahih degan hadis. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki: "Man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allahu radghatal khabal hatta yakhruja mimma qala." Kim bir mu'min haqida tuhmat qilib bir gapni aytsa, ya'ni u qilmagan, unda bo'lmagan narsani tuhmat qilib bir mu'min haqida aytsa, nima bo'ladi desa, askanahullohu radghatal khabal. Alloh uni radghatal habaldan unga joy beradi. To mana shu gapini, haligi gapirib qo'ygan gapini isbotlamagungacha undan chiqarmaydi. Og'izdan chiqqan gapni isbotlasin, keyin haligi radghatal habaldan chiqadi. Nima radghatal habal deganda sharhida aytayapti. Jahannamdagi bir botqoqlik, jahannamiylarni tanalaridan chiqqan yiringlar, fasodlar bilan to'lib botqoq bo'lgan bir botqoqlikni nomi radghatal habal deyapti. Shuning uchun bitta mu'min haqida u gapirmagan, u qilmagan ishni, shu gapirdi, shunaqa deydi, shunaqa deyishgan, yo shunaqa qilgan deb turib gapirib qo'ygan bo'lsa, albatta Alloh radghatal habaldan chiqarmaydi. Agar biz kim haqida gapirayotgan bo'lsak va o'sha gapimiz tuhmat bo'layotgan bo'lsa, xotirjam bo'linglar. Hisob qiladigan zotni hisobi turibdi, radghatal habalni yaratgan zotni radghatal habalni kutib turibdi. Xotirjam bo'linglar. So'kib haqoratlab bir-biringlarga shunaqa qilishinglar keragi yo'q. Alloh taolo shunaqangi jazolaydigan joylarini tayyorlab qo'ygan, albatta undan qochib keta olmaydi. Faqat birinchi ko'raylik, mu'minga kim tuhmat qilyapti? Mu'minlarga kim tuhmat qilyapti? Mu'minlarni kim obro'sini yolg'ondan, qasddan to'kyapti? Mana shu narsalarni inshaalloh hozir bir ko'rib chiqamiz. Suhbat qiladigan narsalarimni belgilab olganman. Shu yerdan bir chekkadan inshaalloh kirish qismida ozgina aytib ketadigan sizlarga umumiy gapim bor. Ya'ni bitta narsani aytdikki, men o'lib ketgan odamlarga adovatim yo'q. Agar mu'min bo'lishsa, tirik yurganlarga ham adovatim yo'q. Ya'ni o'lgan odamga adovat qilib, uni olib chiqib olib jazolaydigan narsa bo'lmasganligi uchun unga adovat qilish mantiqsiz. Lekin avvalda kufr bilan, nifoq bilan, fisq bilan, haromxo'rlik bilan o'tib ketgan odamlar bo'lsa, ularni qilgan harom ishlarini, fisqlarini, kufrlarini, nifoqlarini, musulmonlarga ziyollarini eslab o'tamiz, agar shu ziyollarda haligacha ta'siri musulmonlar ustida bo'lsa. Shuning uchun men bugungi kunda qanchadan qancha minglagan azoblanayotgan musulmonlarga azoblovchilar uchun qo'llanma tayyorlab bergan odamlar haqida gapiraman. Chunki bu ayni siz bilan men yashab turgan mana shu
2020-yil ham sodir bo'layotgan ishlar. Qancha musulmonlar aziyat chekayotgan. Hatto bitta mo'mini aziyat chekayotgan bo'lsa, men bunga ko'z yummayman. Buni orqasida 100 tami, 1000 tami qancha shayx turishini qizig'i yo'q. Bitta mo'minani nohaq haqoratlab unga qilinayotgan ish 1000 ta fosiq shayxlarda qilgan amallarini yo'qqa chiqaradi. Shuning uchun haqni ustida odamlarni rioya qilmaslikka buyurilganmiz. Rioya qilgin deb bizga nasihat qilganlarga ham biz shuni nasihat qilamiz. Mo'minlarni Alloh yuqorida aytganday haqlarini, obro'larini himoya qilinglar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yuqoridagi hadisda eslatganimda aytgan sha'nlarini, ya'ni mo'minlarning sha'nlarini bulg'ayotganlardan himoya qilinglar. Ikkinchi narsa, ya'ni ko'pchilik yerda tarqalib qayta eslatilayotgan narsa, bismillah. Shunaqa qasam ichibsiz qaytib chiqmay qo'yasizmi degan narsalar bo'lyapti. Chunki yolg'ondan meni aytgan qasamlarimni har xil tuslab boshqa narsalar deb yozib tarqatayotgan odamlar bor ekan har joyda. Shuning uchun bir qasamimni eslatib qo'ysam, chunki u yozilib qolgan, mana hozir qo'yib beraman. Ya'ni meni aytgan, ichgan qasamim aniq, ochiq. Ya'ni hech kimdan yashirin emas. Bu ishi uchun mana u odam haqida o'zimni fikrimni aytdim. U odamning xiyonati yozib qo'ygan kitobi. U odam o'lib ketsa ham xiyonati turibdi. Shuning uchun u odam haqida o'zimni fikrimni aytdim. U odamning xiyonati yozib qo'ygan kitobi. U odam o'lib ketsa ham xiyonati turibdi. Xohlasangiz xiyonat haqida alohida gaplashamiz. Internetimiz shaxsi o'ldi, bo'ldi. Mag'firat qildimi, azoblayaptimi, u Allohning ishi. U yog'iga aralashmayman. Lekin xiyonat haqida internetimiz juda ham sus bo'lyapti. Internetinglarni o'chirib turinglar-da boshqalar. O'g'lim, internetingni o'chirib ol. Ukangga ham ayt, internetlarni o'chirib qo'ysin. Yo'q, xiyonat qilmagan desangiz, bir kunda belgilang, men xiyonatini, ya'ni kitobida xiyonati. Shu kitobida xiyonat qilgan musulmonlarga. Shuni so'zma-so'z, bobma-bob xiyonatligini isbotlab beraman. Hatto yana bitta narsa qo'shib qo'yay, ya'ni gapimning oxiri bu. Agar shuni xiyonatligini isbotlay olmasam, shu gapimni ko'chirib qo'yib qo'yinglar hammaga. Shu odamning kitobini ochib, shu odamning xiyonatini men isbotlay olmasam, Allohga qasam ichib aytaman. Qaytib biror marta efirga chiqmayman. Qaytib meni ko'rmaysizlar. Shu gapimni o'zib qo'yib qo'yinglar, chiqqanimda betimga shunaqa solasizlar agar isbotlay olmasam. Menimcha bu yerda tushunarli bo'ldi shekilli. Ya'ni xiyonat haqida gapirganimda, ya'ni men ichgan qasamimni eshitib olinglar. Ya'ni odamlarda endi har kim yolg'on har xil xabar tarqatib yursa, shu gaplarni ko'tarmaslik kerak. Bunaqa dedi, unaqa dedi deb har yerda ko'tarib yurishdi. Meni shu kitobidagi xiyonatini isbotlab bermasam qaytib chiqmasligimni aytganman. Hozir yana bir marta takrorlayman. Agar shu kitobdagi xiyonatlarni isbotlab bermasam, haqiqatda qaytib efirga chiqmayman. Buni hozir mavzuyimiz tugagandan keyin konferensiya ochaman. Konferensiyaga kirib, shuni men isbotladimmi, isbotlamadimmi, shuni o'zinglar xolis aytinglar, lekin Allohdan qo'rqib xolis aytinglar. Isbotlab beraman-da, shuni eshitasizlar, solishtirasizlar. Haqiqatda shu kitoblar xiyonat ustida zakaz bilan yozilgan kitobmi yoki xiyonat emas, xolis mo'minona musulmonlarning foydasi uchun yozilgan kitobmi? Buni sizlar ajratasizlar. Ya'ni gap xiyonat haqida ketyapti. Kimlardir aytayapti, zonaga kirganmi, kirmaganmi, hali maydalashib kirgan. Uni kirganligini keyin pastda isbotlab beraman, ya'ni ko'rsatib beraman. Ya'ni o'zlarini gapidan ayttirib beraman. Ya'ni meni yo men taraf odamlarni emas.
Ya'ni bugun menga qarshi chiqib tosh otayotganlarni o'zlarini tilidan, o'zlarini kanallaridan, o'zlarini videolaridan ayttirgizib beraman. Ya'ni o'zlari tan olib ham bo'lishdi, hamma yerda yozyapti, kirgan ekan deb. Uni o'zi bahs mavzusidan olib tashlasa ham bo'ladi. Kirganligini hamma tan olyapti bugungi kunda. Hatto o'sha qarshi taraf ham tan olyapti. Lekin baribir uni aytib ketaman, faqat u xiyonatning asosi emasda. Endi kirdi, chiqdi desa qancha imomlar kirdi. Agar u kirmadi, bu xoin emas desangiz, kirganlarda hammasi xoinmi degan gap chiqadi-da. O'zi xoin u. Shuning uchun u masala, ya'ni ikkinchi darajali masala. Shuning uchun unga ikkinchi darajali e'tibor beramiz, ya'ni uni e'tiborsiz tashlab ketmaymiz. Birinchisi, bitta narsaga to'xtalaylik. O'zi Muhammad Sodiq kim edi? Ya'ni bugungi kunda shunaqangi odamlarda bir shunday narsa bor ekanda. Shayximiz deyotganda shunday bir darajaga olib chiqib olishar ekanki, Xudodan keyingi odam mana shu deyotgan e'tiqodman, shunaqa bir endi haligi olam shumul gaplarni gapirib tashlashyapti. Men ba'zida astag'firulloh deb yoqamni ushlab qolyapman. Shu darajada ham odamni ilohiylashtiradimi yolg'ondan? Bu inson edi, mana shu ko'rib turgan insoniylar, sizman menga o'xshagan inson edi. Farishta emas edi, inson edi. 1952-yilda 15-aprelda Andijon viloyati Asaka tumanining Niyozbotir qishlog'ida tug'ilgan ekan. 70-yilda Buxorodagi Mir Arab madrasasida o'qishga qabul qilingan. Keyinchalik Toshkent Islom institutida tahsil olgan. 75-yilda tamomlagan. 75-yil SSSR davri edi. U mahalda SSSR ochib bergan Mir Arab degan madrasaman SSSRda aynan KGBlari tayyorlanadigan Toshkent Islom instituti degan sotsialistlarni asosiga qurilgan, ya'ni sotsializmni rivojlanishi uchun, xudosizlikni targ'iboti uchun salla kiygan musulmonlardan foydalanadigan institut edi. Bunga shubha qilmayman. Tepadagi hadis oyatda aytdim-ku, tuhmat qilganlar albatta o'sha yerda bo'ladi. Mana bu maskanlar aniq shunaqa joylar edi, hozir ham aniq shunaqa joylar. Chunki o'zi birorta aqlli odam unaqa emasam demasa kerak o'zi. Chunki Xudoni bir diniga qarshi bo'lgan yo'q deyotgan kommunist islom instituti ochib odamlarga islom bilan tarbiyalab musulmonlarni ko'paytirgan, dinga xizmat qilgan desanglar, xafa bo'lmanglar, shunaqa ahmoq odamlar bilan tortishmayman ham to'g'risi. Endi undan ham ajablanarlirog'i, mana 1976-yilda Liviyadagi Islom universitetiga qabul qilindi va 80-yilda tamomladi. 76-80-yillarda biladigan shu yerda o'tirgan eski avlod, ya'ni SSSR davrini ko'rgan va ularni bilgan avlod xolis yozib qo'yinglar kommentariyalarga. 76-yili Islom institutiga SSSRdan faqat kimlar borar edi? Faqat deyotganim, u paytda xohlagan odam vizani olib chiqib keta olmas edi, oddiy ishlar bilan ham. Lekin islomni o'rganish uchun boshqa yurtga borib yillab o'sha yerda musulmonlar ichida islomni o'rganish uchun kim borar edi? Hammada yolg'iz bitta gap bo'ladi. KGB borar edi, KGBdan boshqasini borishligi mumkin emas edi, davlat ruxsat ham bermas edi, faqatgina o'zini KGBlarini jo'natib tashqarida o'qitar edi. Bo'lib ham islom institutida. Chunki bular shunaqangi yashirardiki, SSSRda islom yaxshi deb turib tashqariga ovoza qilinardi yolg'ondan. Holbuki islomga ashaddiy dushman edi. Ichkarida qatag'onlar bo'lar edi. Lekin tashqariga o'zini KGBlarini chiqarib, mana biz islom institutlariga jo'natamiz, o'qitamiz. Bizda islomiy muhit bor. Bizda islomga qarshilik yo'q deb turib tashqariga ma'lumot tarqatar edi SSSR. Buni o'sha paytda yashaganlar yaxshi biladi. Buni isbotlash shart emas. Buni inshaalloh o'sha paytda yashaganlar hozir kommentariyalarda yozib isbotlab qo'yadi. Ya'ni bu haqida yuzlagan, hatto minglagan narsa aytilsa kerak. Endi qaytib kelgandan keyin nima bo'ldi desa, 80-86-yillari O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar diniy boshqarmasida xalqaro aloqalar bo'limi xodimi va Toshkent Islom instituti o'qituvchisi bo'lgan.
Ya'ni o'sha mahalda jurnal chiqarishgan. Bular butun dunyoga SSSR bizda islomga juda ham kengchilik deb yolg'ondan inglizcha, fransuzcha, arabcha qilib bir qancha tillarda aynan O'zbekistonda, Toshkentda o'sha aynan Shayx Muhammad Sodiqni o'sha yerdagi ishtiroki, hatto shuni rahbari ham bo'lgan vallohu alam o'sha yillari. Ya'ni mana shu narsada ishlashligi o'zi meni to'g'risi bu odamga nisbatan islom olimi deb murojaat qilmayman. Shuning uchun islom olimi deb murojaat qilayotganlar mayli o'zingizlarning fikringlarda qolinglar. Islomga xizmat qilayotgan islom olimi desanglar sizlarning haqqinglar. Demagin deb ayta olmayman. Sizlarning haqqinglarda. Men shunaqa deb qabul qilmayman bu odamni KGB'ni agenti boshidan mana. Shu 70-yildan boshlab shularning qo'lida o'qigan, shularning tarbiyasini olgan, shular jo'natgan Liviyaga qaytib kelgandan keyin SSSRda islom gurkirayapti degan jurnallarda dunyoga mana shu odamni qo'li bilan tarqatishgan. Holbuki SSSRda o'sha mahalda SSSRda yashaganlar biladi, islomda shunaqa bo'g'izlarida har tarafdan dushmanchilik bor edi. Hatto maktablarda xudo bor deb qo'yganing uchun ota-onangdan beri olib kelib turib hammasini sazoyi qilar edi. Ana shu davrda mana shu odam jurnal chiqarib dunyoga tarqatgan, inglizcha, arabcha, fransuzcha tillarda tarjima qildirib. Ya'ni bizda islom zo'r deb. Bu odamni eski tanigan odamlar yaxshi taniydi. Shuning uchun meni aytayotgan gaplarimni qabul qilayotgan mahalliylarda hali bir islom ulamosi haqida gapiryapti demanglar. Men islom ulamosi haqida emas, KGB'da tayyorlangan bir agent haqida gapiryapman va undan boshqacha meni fikrim yo'q. Bu odamda o'sha KGB'da ofitserligini o'zlari ham tan olgan. O'sha SMB'da sobiq xodimi bor edi, Ikrom Yoqubov degan mayor qochib ketgan o'sha odamda. Bu haqida e'tiroflari bor. Xohlasanglar sizlarga ham bir eshittiraman. Uni Ozodlik radiosiga chaqirib aytganda mana shu narsani o'zi e'tirof qilib aytgan gapi bor. Bu odam Karimov tufaytida qochib ketgan edi. Hozirgacha yurgan bo'lsa kerak. Shunaqangi juda bir badbaxt SMB bo'lgan. O'zi aytib bergan musulmonlarni qanday azoblashadi, shuni ustida ko'rib turganligini, musulmonlarni qanday qiynaganini, Abduvali akani qo'lini kesib tashlagan, boshqa degan hamma gaplarni tashqariga olib chiqqan SMB'da xodimi mana shu Ikrom Yoqubov bo'ladi. O'zi unaqa islomga xizmat qiladigan odam emas. SMB o'sha payt bir mahallar musulmonni azoblagan yaramas badbaxtlardan bittasi, lekin o'zini ustozini e'tirof qilgan kimligini. Rahmat Furqat aka, endi suhbatimizga O'zbekiston xavfsizlik xizmatlarining sobiq xodimi Ikrom Yoqubov qatnashdi. Ikromjon, assalomu alaykum. Sizga ham shu savol bilan murojaat qilmoqchiman. Mana nimasi bilan muftiy O'zbekiston hukumatiga tahlika deb ko'rildi va mana keyingi demak qariyb 20 yillik hayotini u kishi O'zbekiston ichkarisida kechirdi va nimasi bilan keyin tahlika bo'lmay qoldi yoki shunaqa bir maqomdan O'zbekiston hukumati nazarida tushirildi? Marhamat. Aslida hech kimni ilohiylashtirish kerak emas, jumladan shayx hazratlarini ham joylari jannatdan bo'lsin. Agar kimnidir ilohiylashtirishga loyiq ko'rilsa, bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam edi va u ham o'z shaxsining ilohiylashtirishiga qarshi bo'lgan. O'shaning uchun bunchalik ilohiylashtirmasligimiz kerak. Lekin men shu yerda aytib o'tmoqchimanki, bir islom ulamosi va bir ofitser vafot etdi. Ofitser degan joyiga izoh berishni lozim deb topmayman. Negaki o'zbek auditoriyasi hali bunga hozir emas. Endi Shayx hazrat Xullas, mavzuyimizga qaytaylik. SMB'larda o'zi buni tasdiqlab, buni aytganligi haqida xohlasanglar silkalar ham tashab qo'yamiz. Menimcha buni hamma ko'rib ham bo'lgan bo'lsa kerak o'zi aslida. Chunki bu haqida faqatgina bu emas, boshqa o'sha mahaldagi musulmonlarni qirg'in qilgan odamlarda ham e'tiroflari bor. Mana davlatni haqiqatda odamimidi, davlat bilan ish qilarmidi degan narsaga o'zini munosabatlarini ofitsional bildirib ketgan. Ya'ni bu yerdagi tepadagi odamni ofitsional aytmadi boshqa deb turib odamlar shunaqa narsalar qilishi mumkin.
Lekin Almatovga o'xshagan, ya'ni Almatovni yaxshi taniysizlar, Zokir Almatov 2005-yil musulmonlarni Andijonda qirg'in qilgan qattollardan bittasi. Buni yaxshi taniysizlar bu odamni. Shu odamning e'tirofi bor. Internetimiz yaxshi ishlamayapti hozir. Bu haqida mayli, bu haqida keyinroq to'xtalamiz. Yana mana shu internetim ishlaganda yaxshiroq ochib ko'rsataman. Keyingi masalaga o'taylik. Keyingi masala, men tepada aytdim, Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf davlatni zakazi bilan musulmonlarga qarshi kitob yozgan degan da'voni qildim. Ya'ni mana shu da'voyimni inshaalloh hozir isbotlab beraman. Chunki bu haqida Muhammad Sodiq, Muhammad Yusufning o'zini e'tirofi bor. Ya'ni kitob yozib, bu haqida Rossiyada borib terrorizmga qarshi o'shanaqangi uchrashuv bo'lganda aytib o'tgan. Buni boshqalar ham yashirmayapti, hammasi aytyapti. Chunki bu ishlaridan afsus bo'lib, mana eshitaylik. Kunlardan bir kuni deyapti, hozir internet zagruzka bo'lsin. زارني في بيتي مسؤول كبير من وزارة الداخلية هو مسؤول عن الإرهاب. Kunlardan bir kuni uyimga Ichki ishlar vazirligini terrorizmga qarshi bo'limini boshlig'i keldi, deyapti. Katta odamlardan siz yaningizga bir talab bilan keldim, deyapti. Buni ba'zi odamlar iltimos bilan keldim, deyapti. Farqi yo'q. Mayli, talab bo'lsin, iltimos bo'lsin. Xullas, iltimos bilan bu odamning yoniga kelishgan. Bo'pti, yaxshi, deyapti. Nima talabingiz bor, deyapti. Ya'ni menga Hizbut Tahrir haqida kitob yozib bersangiz, deb o'zlari aytayotganda iltimos qilyapti. Bu odam kitobni yozib bergan. Buni o'zi ham e'tirof qilyapti. Endi o'zimdan uzoq hammasini kitob yozib berdim deganlarni eshitish shart emas, chunki buni hech kim inkor qilmaydi. Keyin qiziq joyi nimada desa, shu kitobni kimdan qaytarish uchun yozib berdi. Ya'ni Allohning diniga isyon qilib, Allohdan tavba qilish uchun musulmonlarga yozib berdimi? Yoki bugungi kundagi Allohning hukmlarini hukm deb bilmaydigan, hukmlikka yaramaydi Allohning hukmlari deb g'oyri islomiy hukmlari bilan musulmonlarni qiynayotgan odamlar uchun kitob yozib berdimi? Farqi shu yerda-da, kim uchun yozib berdi kitobni? Bo'pti, shu kitobni o'qib tavba qilishdi, deyapti. Kimga tavba qildi? Hozir shu kimga tavba qilganini ham bir eshitib ko'ramiz. Chunki bitta narsani natijasi bo'ladi-da. U narsani olgandan keyin, masalan, Allohga gunoh qilayotgan odam Allohga tavba qiladi. Bu kitobni o'qiganlar kimga tavba qilgan? Allohga tavba qilganmi? على هذا المنوال الحمد لله هذه الكتب والمواعظ وإلى آخر ذلك استفادت ناس كانت تقرأ هذه الكتب في السجون. Demak, turmalarda bu kitob o'qitilgan. Hozir pastda turmalarda qanday suratda o'qitilganligini ham
aytib o'tamiz. Ya'ni o'sha turmada bu kitobni o'qigan odamlar qanday o'qiganlarini ko'rsatadi. يفهم هذا الخطأ ويكتب العذر للحكومة ويطلق. Qiziq yeri, bu kitobni o'qib, xatolarini tan olib, tushunganlaridan keyin davlatga uzrlarini aytibdi, deyapti-da. Meni o'ylantirayotgan joyi mana shu joyi. Nimaga endi Allohga isyon qilib qo'yganlar Allohga istig'for aytmaydi, davlatga uzr aytadi? Holbuki davlat ularni gunohlari sababli qamamadi-yu. Ya'ni siz boshqacha mazhab ushlayapsiz, siz aqidada falonchilar bilan kelishmaysiz ekan, fiqhiy masalalarda kim bilandir qarshi ekansiz, shu sababli sizni qamadik deb qamamaganda. Shunaqa deb qamasa, haqiqatan bo'ldi, narigi mazhabni tark qildim, sizlarning mazhabiylarga o'tdim, bizni kechiringlar deb yozsa to'g'ri tushunasan, ha. Bizni davlatlar unaqa islomning hukmlari bilan odamlarni jazolamaydi-yu. Xohlagan mazhabingga yur, xohlasang boshqa bir xristian mazhabiga o'tib olsang ham davlat aralashmaydi-yu. Menga hayron qilgan joyi, bu kitobni o'qib xatolarini tushundi, deyapti. Turmada o'tirib ofitserlar kelib dugunkalab kitob o'qitgan. Ayollarni urib yechintirib kitob o'qitgan. Shu kitoblarni o'qigan odamlar davlatga tavba qilgan. Qiziq joyida. Biz gunohkor bo'lgan ekanmiz, Allohga tavba qilamiz deb tavba qilmagan. Ya'ni buni o'sha shayx hozir og'zidan eshitdik, davlatga kechirim so'rab uzr yozishgan. Ya'ni tushunib xatolarini tushungandan keyin. Qaysi xatolarini? Davlatga qarshi bo'lgan xatolarimi? Davlatga qarshi bo'lish, ya'ni Allohning hukmlari bilan hukm yuritmayapsan. Allohning hukmlari hamma narsadan oliy degan narsalarini xatoligini tushunib tavba qilishdimi? Yoki haligi kitobda yozilayotgan narsalarni tan olishdimi? Hozir o'shini pastda bitta guvoh bo'lamiz inshaalloh. Bitta qiziq joyi qolyapti, meni o'ylantirgan narsada, ya'ni bu yerda juda ko'pchilik xolis o'zi yozgan, zakaz bilan yozmagan degan narsalarni aytayapti-da. Muhammad Sodiqni o'zi chiqib menga kelib talab qilganida, iltimos qilganida yozib berdim, deyapti. O'zi sizlarning gapinglarni inkor qilyapti, ya'ni men zakaz bilan, ya'ni buyurtma bilan yozdim. Meni yonimga Ichki ishlar vazirining terrorizm bo'limi. Ya'ni terrorizm bo'limi deyotganda bilasizlar, terror deyotganda odamlarni o'ldirib, portlatib, yondirganda emas. Uyidan kitob chiqqanda, uyidan jay namoz yoki diniy bir kitoblar chiqqanda, odamlarni dinga targ'ib qilganda, uyingdan ikkita Qur'on chiqdi deyapti, terrorizm bo'limini boshlig'i kelib. Buni hammanglar ko'rgansizlar. Ya'ni terrorizm deyotganda gap shu haqida ketyapti. Hali uni chalg'itishlikka harakat qilishmasin. Terrorizm bo'limini boshlig'i deyotganda katta bir islomiy olim kelib, keling birodar shu haqida kitob yozib bering deb iltimos qilsa, mayli to'g'ri iltimos derdik. Musulmonlarni qamab azoblayotgan, namozlarida ham ularni azoblayotgan, hatto Robbisiga ibodat qilib namoz o'qiyman desa kelib jazolayotgan terrorizm bo'limini boshlig'i, terrorizm bo'limi deganlar iltimos qilyapti. Shu yerda bir narsa o'ylantiradi. Haqiqatda islom ummatiga g'am yegan odam, islom ulamosi bo'lsa, nimaga shu terrorizm bo'limini boshlig'i iltimos qilmasdan avval shularga qarshi kitob yozmadi? Hizbut Tahrir O'rta Osiyoga 80-yillar kirib kelgan. Kirib kelganligidagi Muhammad Malkaviy degan o'sha mahallarda yosh yigit bo'lgan, bugungi kunda doktorlik unvoniga yetgan doktor Muhammad Malkaviy tirik. Iordaniyaning Malka shahridan bo'ladi. Mana shu odam kirib shayx, rahmatli shayx, haqiqiy O'rta Osiyoda eng hurmat qilishga arzigli bo'lgan islom ulamosi bo'lgan rahmatulloh alloma nomi bilan mashhur bo'lgan o'sha odamga dars bergan, ikkalalari faoliyat qilgan va bir qancha harakatlar qilgan. Inshaalloh imkon bo'lsa shu odam bilan bo'lgan suhbatni ham qo'yib beraman. Bu odam hali tirik. Ya'ni o'sha yerda qilgan faoliyatlari. Buni bilganmi deb men o'zim savol berganman. Muhammad Sodiq ham bilganmi o'sha mahalda desa, albatta u bilan ham suhbatlashganmiz, bilgan degan. Ya'ni 80-yillarda Hizbut Tahrirda O'rta Osiyoga kelganda Muhammad Sodiq bilgan. Qiziqarli yeri o'sha 2002
2012-yilgi zakaz bilan yozayotganligi ungacha bilmaganmi? Ungacha ham bor edi-yu. Qancha hizbiylar bor edi. Menman degan shu o'zini yonida yurgan hali Anvar qorilar Hizbut Tahrirda a'zosi bo'lgan, keyin davlat bosim o'tkazganda qaytib ketgan bir qanchasi biladi. Shu odamlar bor edi. Shu odamlarda ham qaytarib bir kitob yozmaganmi o'zi xolis? Mayli o'sha tashqarida yurgan mahalda 93-chi, 95-chi, 98-chi, 2000-yillar tashqarida O'zbekistonda yurmagan mahalida nimaga Hizbut Tahrir haqida kitob yozmadi qarshi? Holbuki 98-99 O'zbekistonda shu darajada rivojlangan. Institut, universitetlarda o'qituvchilar emas, hatto o'sha katta dotsentlari, rektorlari Hizbut Tahrirda da'vatlariga sherik bo'lib, da'vat qilib qamalgan, buni hamma biladi. Nimaga shu odamlarda o'sha yillari qaytarib kitob yozmagan? Mayli endi O'zbekistonda emas, tashqarida edi, bemalol edi. Nimaga yozmagan? Nimaga aynan o'sha terrorizm bo'limini boshlig'i kelib iltimos qilgandan keyin kitob yozdi? Mana shu yerda odamni o'ylantiradi. Masalan, siz musulmonsiz. Bitta musulmonda aybini ko'rsangiz, amr ma'ruf nahiy munkar qilasiz. Endi olim bo'lsangiz, kitob yozishni bilsangiz, u haqida kitob yozasizda. Bu odam yozmaganda, yoshlarni o'ylab, musulmonlarni o'ylab, adashib ketishini o'ylab kitob yozmagan. Lekin terrorizm bo'limini boshlig'i kelib iltimos qilgandan keyingina kitob yozgan. Shuning uchun kitobiga shubha qilamiz. Chunki sog'lom bir mo'min odamni islom g'amidagi iltimosi bilan kitob yozsa mayli edi. Xolis, ha, yaxshi yozgan ekan derdik. Lekin bu kitobga shubhamiz, imkon borida yozmasdan bo'lib ham musulmonlarning dushmani, uni azoblayotgan, tirnog'ini sug'urayotgan, namozini o'qitmayotgan, aytayapti haligi chiqib o'sha kecha o'zlari tarafdan bo'lgan chiqib aytayapti. O'tirib ishora bilan namoz o'qishga imkon bermasdi deyapti. Hatto tushingda ham o'qitmayman deb turib tahdid qilib, hammasini olib borib izolyatorga yopardi namoz o'qigani uchun deb aytib beryapti ana turmadan chiqqanlar. Ya'ni buni o'sha o'zlarini kanallariga qo'yib qo'ydi. Ya'ni biz ularga nimadir uyushtirib aytib berayotganimiz yo'q. O'zlarini kanaldan ko'rib olsanglar ham bo'ladi. Ya'ni mana shu odamlarga kitob yozib berishni jinoyatligini bugungi kunda har bitta musulmon bilishi shart, farz. Endi yana boshqa bir qiziq jihatlari bor. O'sha hizbiylarni qamatib, o'sha yerda tavba qilish uchun kitob yozdirish O'zbekistonda qonuniy amalmi? Bu haqida o'zlaridan bir eshitaylik. Haqiqatda Hizbut Tahrirlarda aytayotgan fikri uchun qamasa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ya'ni diniy nuqtai nazardan nima deydi? Mazhabini almashtirsa yo boshqa tushunchani aytsa islomda qamaladimi? Yoki bugungi boshqarayotgan tuzum islom bilan boshqaryaptimiki, odamlarni ijtihodiy tushunchalari uchun sen boshqa ijtihodda ekansan deb olib borib uni qamagani. O'zi Hizbut Tahrirni qamasa to'g'rimi, noto'g'rimi? Bitta narsani birinchi bilib olaylik-da. To'g'ri bo'lsa to'g'ri deb aytaylik. Hozir aniq pozitsiyasini bildiradi. Unga qarshiman. Men sizga o'xshab qochib ketib gapirmayapman buni. Ichkarida turib gapiryapman. Kim zulm qilsa qarshiman. Kim shariatga qarshi musulmonlarga tirnog'ini so'yaman, fikriga qarshi qamayman desa men aytaman. Qarshiman bunga. Bir odam hizbiyni o'rnataman desa bu fikr jinoyat emas deyman men. Chunki demokratiyani o'zida bor. Fikr erkinligi deyman. Xohlasa qurbaqani o'rnataman desin, xohlasa cho'chqaga iymon keltirganman desin. O'zi biladi. Demak, odamlarning nazdida Hizbut Tahrirni qamashlik noto'g'ri ekan. Ya'ni noto'g'riligi qayda ekan desa, demokratik tuzumda qurbaqaga iymon keltiraman desa ham qamamaslik kerak ekan. Fikrlarini aytsa qamamaslik kerak ekan. Qiziq joyi nima bo'lyapti bu yerda desa, qiziq joyi Hizbut Tahrirni odamlarini qamagandan keyin men qanchalagan hizbiylarni qamadim, shularga qarshi kitob yozib bering, shularni men qaytaray deb iltimos qilib kelishi g'aroyib.
Bo'lib ham islom olimi degan odamning yoniga kelishligi g'aroyib. Nima deb qaytaradi u turmadagi o'zi jinoyatchi bo'lmasdan o'tirgan odamlarda? Jinoyatchi emas ekan. Fikrga qarshi fikr deyotgan narsa, agar o'sha shayx yozib bergandan keyin kitob hammani turmadan qo'yib yuborib fikriy kurashildimi? Faqat kitob bilan, fikr bilan kurashildimi desa yo'q. U kitobni olib kirib olib ichkarida azoblandi odamlarda shu bilan. Buni hamma biladi. Endi shuni qildirgan odamlar bor. Ya'ni mana shu ishlarda zakaz qilib tepada aytgan odamlar bor. Buni hammamiz bilamiz. Kelib iltimos qildi terrorizm bo'limini boshlig'i deyapti. Shu odamlar mukofotladimi shu ishlari uchun desa, albatta mukofotladi. Buni hammamiz ko'rdik. Ko'rmaganlar bo'lsa bir qator ko'rsatishimiz ham mumkin. Ya'ni musulmonni dushmanlari, islom va musulmonlarga qarshi kurashayotgan o'sha Rossiyani o'sha ustida turgan, bugungi kunda hamma haromni halol qilib berayotganlar nima qildi desa, medal taqib taqdirladi. Bu xizmatlar uchun taqdirladi. Ya'ni o'zi aytayapti, mana shu xizmatlarim uchun berdinglar. Bu xizmat qaysi edi desa, terrorizm bo'limini boshlig'ini zakazi bilan musulmonlarga qarshi yozilgan kitob edi. Shunaqa narsani kofir zakaz qilsa yozib berib medal olish shariatda hukmi qanaqa degan narsa menimcha har bitta musulmonni o'ylantirayotgan bo'lsa kerak hozir. Gaplarini bir eshitaylik. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah. Я сердечно поблагодарю уважаемого шейха Рави Айнуддина, Совет муфтиев России, наших братьев за награждение орденом наши скромные труды. Скромный trudni hozir o'sha скромный trudni inshaalloh sizlarga mo'mincha ko'rsatamiz. Ya'ni tepada oyat hadisni nimaga keltirdim desa, ya'ni birovni haqqiga tuhmat qilib qo'ymaylik. O'zi aytayotgan скромный trudni, ya'ni medal olgan скромный trudni hozir sizlarga ochib ko'rsataman. Chunki men ochib ko'rsatmasam uni ko'ra olmaysizlar. Chunki kechadan beri boshqa yerlardan, Hilol.uzdan, boshqa saytlardan birortasini qoldirmasdan olib tashabdi. Yaxshi ham bu narsani men ko'chirib olganman. Ya'ni din nasihatdir degan kitobi turmalarda azoblash uchungina qo'llanadigan kitob edi. Tashqarida ozgina sotuvga chiqqan, lekin bugungi kunda internetdan umuman topib bo'lmayapti. 3-4 kundan beri PDF dokumentini islab topa olmadim. Berigi elektronnisini ham umuman ochmaydigan qilib qo'ygan, hech kimni ochmayapti ekan. Qancha u yuzlagan odamdan so'radim, shuni kitobini beringlar desam ochmayapti hech qaysinimizda deyapti. Ya'ni bu kitobni xiyonatligini aytganimizdan keyin yopib tashabdi. Lekin bu uzr emas, chunki ko'chirib olganmiz. Shunaqa qilayotgan odamlar chuchvarani xom sanabdi. Я думаю, что это награждение обязывает меня еще больше трудиться на благо ислама и мусульман. Endi bu nagradeniani olgandan keyin yana ham qattiq xizmat qilaman deyotganida Alloh nasib qilmasdan shundan keyin hech qancha o'tmasdan vafot qilib ketdi. Ya'ni oradan 1 yil ham o'tmadi. Alloh o'zi yaxshiroq biladigan zot, balkim mag'firat qilaydigandir, yog'iga bir aralashmaymiz, chunki biz aralashadigan taraf emas. Alloh mag'firatli. Kim istig'for aytib Allohdan xolis tavba qilib qaytsa, qilgan avvalgi gunohlariga Alloh kechira oladigan zot. Xohlasa azoblaydi, xohlasa kechirib ham tashlaydi. Shuning uchun kechirilmadi, do'zaxda yonyapti, boshqa deb yozayotgan odamlar ham Allohdan qo'rqinglar. Do'zax bizniki emas, Allohniki. Kechirish ham Allohning o'zining ishi. Bizga unisini farqi yo'q. Biz unisini bu yerda bahs qilmaylik. Bahs maydon bu bo'lmasin. Ya'ni kimdir qayda jannatdami, do'zaxdami, azoblanyaptimi, mukofot olyaptimi? Bu musulmonlarning mavzusi emas. U Allohning o'zining ishi. Xohlasa azoblaydi, xohlasa kechiradi. Biz yozilgan kitob bor-ku haligi. Shu yozilgan kitob haqida shu xiyonatmi, xiyonat emasmi? Shuni
ochib berishlikdan mas'ulmiz. Sizlar ham shu kitobga mo'mincha munosabat bildirishdan mas'ulsizlar. Boshqa narsa yo'q o'rtada. Endi shu kitob bilan bugungi kunda tazyiqlar o'tkazadi desam, tazyiq o'tkazmaydi deyotgan odamlar ham bor.